Salom azizlar, siz ma'lumotlar bazasidasiz va bu dunyodagi 10 ta eng yosh ona. O'ninchi o'rinni yakutiyalik Veronika Ivanova egallagan. U 12 yoshida dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylandi. Salgina to'laroq bo'lgani sababli u to'lg'oq vaqtigacha homiladorlikni berkitishga muvaffaq bo'ldi. O'qituvchilar, sinfdoshlar va ota-ona qizaloq shunchaki salgina to'lishdi deb o'ylashgandi. Biroq Veronika kuchli og'riq sabab shikoyat qilganida ota-ona tez yordamni chaqirishdi. Yetib kelgan shifokorlar guruhi qiz tez orada farzand ko'rishini aniqladi. Dunyoga kelgan 7 oylik qizchaning otasi 19 yoshli Veronikaning g'amxo'ri bo'lib chiqdi. Yigit avval narkotik vositalarni tarqatganlikda ayblanib, sudlangan edi. Endi esa u voyaga yetmaganga tegajonlik sabab muddatni o'tayapti. Veronika hozir boshqa erkak bilan nikohdan o'tib yashamoqda. Qizini katta qilishda unga uning ota-onasi yordam beryapti. 9-o'rinda Buyuk Britaniyalik maktab o'quvchisi. 12 yoshli maktab o'quvchisi 3 kilogramm 175 grammli qizaloqni dunyoga keltirdi. U uning uyi yaqinida yashovchi bola bilan tanishganidan so'ng homilador bo'lib qoldi. Buyuk Britaniya tarixidagi eng yosh ota-onaning yaqinlari ularni shok holatiga tushirgan yangilikka qaramasdan yoshlarni qo'llab-quvvatladi. Ular bolaning ota va onasi 1 yildan ortiq vaqtdan buyon uchrashishyapti. Ular keyinchalik ham birga bo'lishni va chaqaloqqa g'amxo'rlik qilishni xohlashyapti. Kerakli yoshga to'lgandan so'ng yosh ota-onalar turmush qurishni rejalashtirmoqda deb tushuntirishdi. Chaqaloqning otasi va onasining ismi etik va huquqiy sabablarga ko'ra oshkor qilinmayapti. Maktab o'quvchisi bo'lgan qiz o'quv yili boshida maktabga qaytib, o'qishni davom ettirishga umid qilmoqda. 8-o'rinni Valya Isayeva egalladi. O'z vaqtida Valya Isayeva haqiqiy yulduzga aylangandi. Uning dahshatli tarixini esa gazetalarda yozishgandi. Qizaloqning o'zini bo'lsa bir necha bor turli teleprogrammalarda qatnashishga chaqirishgan. 11 yoshida farzandli bo'lib, u dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylandi. 5-sinfda o'qiyotib Valya tojikistonlik migrant Habib Fataxonov bilan uchrashishni boshladi. Qizaloqning buvisi qanday uning nabirasi 17 yoshli ijrachi bola bilan roman boshlaganini payqamay qoldi. Huquqni himoya qilish organlari qizaloqning homiladorligi haqida xabar topishganida tojikistonlik migrantga voyaga yetmaganlarni yo'ldan urish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochishdi. Yigitni qamoqdan qutqarishga jamoat yordam berdi. Hukumatni yosh ota-onalarda shunchaki vaqtinchalik aloqa emas, balki jiddiy munosabatlar ekanligiga ishontirishga muvaffaq bo'lindi. Valya va Habib birga yashashardi. Qizlari Aminani voyaga yetkazishardi va qachon ularga munosabatni qonuniylashtirish mumkin bo'lishini kutishardi. Yosh ona 17 yoshga to'lganida uzoq kutilgan to'y marosimi bo'lib o'tdi. Tez orada Valya o'g'li Amirni dunyoga keltirdi. Biroq bu hikoya baxtli yakunga ega emas. Qiyin sinovlardan o'tib Habib yaxshi tarafga o'zgarmadi. U rashk sabab bolalarning ko'z o'ngida muntazam rafiqasini do'pposlay boshladi. Hatto shungacha bordiki, Valya bir kuni uyga qaytib bormadi. Dugonasinikida qoldi va jarohatlar haqida politsiyaga ariza yozdi. Bunga qaramasdan u hali erdan ajrashishga xohish bildirmayapti. Eng yosh onalardan birining turmushi baribir tiklanishiga hali imkon qolmoqda. 7-o'rinni Xmelnetskaya viloyatidan Nadia Ginatsyuk egalladi. U 11 yoshida qizi Marinani dunyoga keltirib, dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylandi. Chaqaloqning otasi Nadianing o'z otasi edi. Bu juda ayanchli voqea. Nadia Tatyana Baran va Yuriy Ginatsyuklarning 3-farzandi edi. Sud aniqladiki, Yuriy o'z qiziga 3 marta tegajonlik qilgan. Agar qiz sodir bo'lgan hodisa haqida kimgadir aytsa, qattiq jazolashini aytib tahdid qilgan. 5-sinf o'quvchisi maktabda o'zini yomon his qila boshlaganida, vrachlar bu to'yib ovqat yemaslik oqibati degan qarorga keldi. Faqat homiladorlikning 20-haftasidagina onasi Nadiani ginekolog ko'rigiga olib bordi. Sud zo'ravonni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Nadia sog'lom qizchani dunyoga keltirdi. Biroq u hali yosh bo'lgani sabab unda yurak bilan bog'liq muammolar boshlandi. 1 yildan so'ng kasalxonada yotganda u 24 yoshli Valeriy bilan tanishdi. Tanishgandan so'ng yarim yil o'tgach ular birga yashashni boshlashdi. Nikohni qonuniy ro'yxatdan o'tkazish Nadianing yoshi sabab imkonsizligi bois juftlik faqat nikohdan o'tdi. 14 yoshida qiz yana bir farzand Andreyni dunyoga keltirdi. 2 farzand bilan u maktabni tugata olmadi.
6 o'rinni ruminiyalik Mariya egallagan. Ruminiyalik Mariya 11 yoshida o'g'il farzandni dunyoga keltirib va dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylanib, qizlar deyarli har doim o'z onalarining izidan borishini tasdiqladi. Gap shundaki, uning onasi Rivka Staniska Mariyani 12 yoshida dunyoga keltirgandi. Seganlarda erta farzand ko'rish odatiy hol. Biroq Rivka qizining homiladorligini eshitib, umuman xursand emasdi. U qizi dastlab o'qishni tugatadi deb umid qilgandi. Aytgancha, u endi dunyodagi eng yosh buvi hisoblanadi. Nabirasi dunyoga kelgan paytda Rivka Staniska 23 yoshga kirgandi. 5-o'rinda kolumbiyalik qizaloq. Kolumbiyada mahalliy hindu qabilasidan 10 yoshli qizaloq dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylandi. Tug'ilgan qiz chaqaloqqa sog'lom hayotni tuhfa etib, uning o'zi to'lg'oq vaqtida halok bo'lishiga sal qoldi. Bu qabilaning hindulari erta farzand ko'rish urf-odatini saqlab kelishmoqda. Qizaloq og'ir holda kasalxonaga olib kelindi va vrachlar operatsiyani amalga oshirishga majbur bo'lishdi. Bolaning otasi kimligini aniqlashni imkoni bo'lmadi. 4-o'rinni perulik Elda Trujillo egalladi. 9 yoshli Elda Trujillo 22 yoshli xolavachchasi tomonidan zo'rlandi. U sog'lom qiz farzandni dunyoga keltirib, dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylandi. 3-o'rinni xitoylik qizaloq egallagan. 2010-yil Xitoyda 9 yoshli qizaloq o'g'il farzandni dunyoga keltirdi. Uning ismi oshkor qilinmayapti, xuddi homiladorlik sababi kabi. Faqatgina u mamlakatning shimoliy sharqida yashashi ma'lum xolos. 2-o'rinda ukrainalik Liza. 1934-yil Ukrainada 6 yoshli Liza dunyodagi eng yosh onaga aylandi. Uning qorni to'satdan kattalashishni boshlaganda, hech nimadan shubhalanmagan ota-ona qizaloqni tibbiy ko'rikka olib kelishdi. U homilador ekanligi ma'lum bo'lganda, Lizaning qarindoshlari qizchani so'roq qilishgandan so'ng, sodir bo'lgan hodisada qizaloqning buvasi aybdor ekanligini aniqlashdi. U sog'lom chaqaloqni dunyoga keltirdi, biroq to'lg'oq paytida uni qutqarib qolishning imkoni bo'lmadi. 1-o'rinni perulik Lina Vanessa Medina egalladi. Lina Vanessa Medinaning mashhurligi shundaki, u dunyodagi eng yosh ona. U 5 yoshida o'g'lini dunyoga keltirgan. Hech narsadan shubhalanmagan vrachlar qizaloqning qorin bo'shlig'ida o'simta mavjud deb tashxis qo'yishgandi. Qorin kattalashgani sabab. Tez orada Lina homiladorlikning 7-oyida ekanligi ma'lum bo'ldi. 1,5 oydan so'ng operatsiya yo'li bilan u o'g'il farzandni dunyoga keltirdi. 10 yoshigacha bola Linani o'zining opasi deb hisoblardi, to unga haqiqatni aytgunlariga qadar. Qizaloq qanday obraz bilan homilador bo'lib qolgani hozir noma'lum. Bu haqda hech qanday hujjat saqlanib qolmagan. Linaning o'zi bu haqda hech nimani oshkor qilmagan edi. Dunyodagi eng yosh ona 2015-yilning noyabrida dunyodan ko'z yumdi. Siz bilan ma'lumotlar bazasi edi. Kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. Ko'rishguncha xayr.